Qachondir men haqimda yomon gap eshitsangiz, bilingki, ularga men qachondir yaxshi munosabatda bo'lganman, lekin ular buni sizga aytishmaydi. Meni nima deyishlarini juda ham yaxshi bilaman. Bu menga og'riqli emas, lekin o'zimdan so'ramasdan turib shu gaplarga ishonayotganlar og'riq beradi. Ular bilishmaydiki, meni gapirayotgan insonlarga qachonlardir yaxshigina kuch sarflaganman, mehnatini qilganman, kechirib bo'lmaydigan narsalarni kechirganman yoki bo'lmasam bir necha martalab imkoniyatni berganman. Lekin ular bularni sizga aytmaydi. Ular qanaqa qilib tashlab ketganimni, qanaqa qilib voz kechganimni aytishadi, lekin aynan nima meni majbur qilganini aytishmaydi. Ular meni qanchalik yomonligimni aytadi-yu, lekin o'zini qanchalik yomonlik qilganini aytmaydi. Qaror qildim hech kimga hech narsani isbotlamaslikka. Meni haqiqatdan taniydiganlar shundoq ham biladi.